yer ichariga Germaniyada bir oyga necha pul ketadi degan eng ko'p savol kelganligi uchun bir oy davomidagi hamma chekka yig'dim. Bu xo'jayinimga daqat qilishimga ham juda qiziq bo'ldi. Avvalambor aytishim kerak, bu shaharlarga bog'liq. Qaysi shaharda yashash arzonroq, qaysi birda qiyinroq. Men Ganoverda yashayman. Va yana men o'qituvchiman, ingliz tili. Xo'jayinim esa vrach. Lekin hozir hamshiraning oyligidan kelib chiqib aytaman. Sababi meni asosan hamshiralar kuzatganligi sababli. Hamshiraning oyligi qo'lga tegadigani tajribasiga ham bog'liq. 1950 yevrodan 3000 yevrogacha borar ekan. Xo'p, boring ana meni oyligim hamshiraman va 2000 yevro xolos deb tasavvur qiling, qo'limga tegadigani. Go'sht masalasi hammaga qiziq bo'ladi. Bir oyda 3 kilo mol go'shti, 3 kilo qo'y go'shti, 1 kilo tovuq va 1 kilo qiyma go'sht ishlatganman. Oilada 5 kishimiz, turmush o'rtog'im va 3 ta farzandim bor. Xo'p, olayotgan mahsulotlarimizni doim sifatiga qarab olaman. A, B, C, D, E deb Germaniyada sifatiga qarab belgilab qo'yadi. Men eng yaxshi sifatdagisini olganman va yana hech qachon ko'chadan biz ovqat olib keltirmaymiz. Nima uchun? Uyda o'zim tayyorlash afzal ko'raman va xarajat ham bunga ham bog'liq. Ko'p ketishi yoki kam ketishi. Xo'p, ana endi men o'sha hamshiraman va meni oyligim 2000 yevro. Tasavvur qiling, turmush o'rtog'im ham ishlamaydi, 3 ta farzandim bor va men oyiga 405 yevro ishlatibman. 405 yevro. Boring buni 500 yevro deb ayting. 500 yevro arzonmi yoki qimmatmi bir hamshiraga yeb ichari o'ziga sarflash uchun. Va yana bir narsa, Germaniyada hamma magazinda narxlar har xil bo'ladi. Men ataylab har xil magazinlardan xarid qildim.